ko'rasizki bor fasod avjiga eshitgan. Firor az xona, o'ydan qochmoq, qizlar va nomzod qizlar avjiga eshitganda, ifshoy fasod bo'lganda, zino tarvuj bo'lib borotdi, har chiki mahdudiyat qo'yiladi, har chiki talosh qilinadiki zino kamitilsin deb hanuz ko'p bo'ladi va irtibothoy nomashru as tariqi telefon bo'ladi yo g'ayri telefon bo'ladi, hammasini omil asosini cho'tlasak shu maharda va qalinni ko'pliklari bo'ladi. Bu javoni bechoraki bor va xotirki maharda takmil qilgidek bo'lsa, bu qalinginani barobarda qilgidek bo'lsa, masiro yo'lga oyoqlari qat bo'lganda, yax urib ketganda, bu qoyiqlarning ustiga ki bor haddan izofa mindirgandiki bor tu'mahoy hayvonothoy bahriy bo'lganda, daryoni ichidagi bor hayvonlarga javonlarimiz tu'ma bo'lib ketganda, u masiro yo'llarga yegan shalloqini aytmaysiz, tavhin bo'lganini aytmaysiz, tahqir bo'lganini aytmaysiz va do'stlar bor payom qo'yadiki, hatto ikkita uchta javonlarni dasht biyobonhoyki bor qochoqi yo'llarga toshlarni tagiga boshqanasiga bir tosh qo'yib biz jo'nabmiz bas xolos deydi. Ba'daziki o'tib borgandan sonra u milki musofiratga pullar ham zakishvallar ham hammasi o'zi ham tahrimgadi. Bir andakkina pul bilan bu 10 lak afg'onini yo 8 lak afg'onini nerdan takmil qilsin? Saxt korihoy shoqqaga qo'l uradi, kamar bunga qolmaydi, degsi kamar bu topadi, bolabordan bu yiqiladi, asob qo'llaridan bergan mu'tod bizlarning javonlarimiz bo'ladi. Hammasini ko'rsangiz bunyod asosi nimada? Shu qalin va yo baistilo maharhoy kamar shikandi. Bir do'st inog'amiz payom qo'ygan, men telefonimga bor, necha muddat ilgari qo'ygan ediki bor, shifoxonaga bistarga yotgan edi, ne oyoq qolgan edi, ne bellari qolgan edi. Hozir yangi joydan turib o'ltirayotgan bo'lgan, mana shu maharni qo'lidan yo qalinni qo'lidan baistilo aytadiki bor, men ishora bilan namoz o'qisam bo'ladimi yo bo'lmaydi. Ba'daziki javoni bechora kelgandan sonra qarz bilan, xeyli qiyinchiliklar bilan yo dostidan, yo rafiqidan, yo bir kasedegadan qarz olibdi. Hanuz izdivoj qilib o'yiga to'y qilib kelganiga 2 oy bo'lgani yo'q. Familiyani ko'rasizki bor, qo'liga xat, mahkamani eshigiga o'ltirib, "Olaman taloqimni olaman." Asli asosiy gap nimadi? Gap shudiki, kunda buni darvozasini eshigini birta taqillatib keladiki, "Ola, 1 lak afg'oni qarz bermading, qachon berasan? Behtarin ayshu maishat zindaligingni qilib yotibsan xotin bilan. Biz bergan qarzni ham yodingga keladimi yo kelmaymi?" Bu bacha ham nihoyat fikri asobi xarob, xonavodadan ham irtibot o'sha muhabbat xonavoda o'rtadan ko'tariladi. Oxirin xoharimiz boshqa yo'l topmaydiki, qo'lginasiga arizasi qozixonaning eshigiga o'ltiribdiki, "Bola, men taloqimni olaman." Asosiy sabab, asosiy omil kim bo'ldi? Meni siz otalar bo'ldik. Talosh qilmadiki shu maharni, shu noinsofni pastga keltirishligiga. Aziz otam, agar qizingiz bo'lganda bo'lsa, sizga o'g'lingiz ham bor. Agar o'zingizga bo'lmasa-ki, va inog'ingizga bor o'g'li. Agar o'zingizga bo'lmasa, ki baistaloq o'g'lingizga bor. Nevarangiz o'g'ildorda. Shularnikidan nazar olishlik kerak. Har chiki maharni kamligidan gapirsak, hanuz kamdir. Olimlar doila minbarlardan gapirsa, xayrxohlarimiz, namoyandalarimiz, mo'ysafidlarimiz, vakiloy guzarlarimiz millatni ichiga tarvij bersak bor maharni kam qilishligini va hukumat boshliqlarimiz tasmimi qoti olsak bor maharni kamligiga hanuz kam.